Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Jannatlıqtardın bir korkusu, tozaqlıqtardın bir quvanishi bo'ladigan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarda jannatlıqlar jannatga kirgandan keyin, tozaqlıqlar tozaqqa kirgandan keyin tozaq bilan jannatning arasına o'lim qo'yiladigan. Kibir hadislarda qo'shqar bo'lib qo'yiladigan. O'lim. Odan keyin jannatning yeli shaqirladigan. Ey jannatning yeli deb. Sol yerda jannatliklar qo'rqadigan, bir qo'rquv paydo bo'ladigan. O'tkeni jannatga kirgandan keyin biz jannatdan chiqarilatin bo'ldikmi deb, o'rnimiz avustirilatin bo'ldimi deb sol yerda bir marta bir qo'rquv paydo bo'ladigan. Odan keyin tozaqning yeli shaqirladigan. Ey tozaqning yeli deb. Tozaqning yeli sol yerda ularga bir quvanish paydo bo'ladigan. Tozaqdan chiqarilatin bo'ldikmi deb. Odan keyin iki topdan so'raladi. Manani taniysinlarmi deydi. Ya taniymiz, bu o'lim deydigan. Сөйтіп, сол жерде өлім сойлadigan. So'yilgandan keyin jannatliqlarga aytiladigan. Bo'ldi. Jannatda, jumaqda mangi qalasыңдар. Odan keyin o'lim yo'q. Tozaqliqlarga mini tozaqda mangi qalasыңдар. Odan keyin o'lim yo'q deb aytiladigan. Сөйтіп, jannatliqlarning sunşaqlıqты quvonganidan егер o'lim bo'latin bo'lsa edi deydi. Со quvonishdan o'lar edi deydi solar. Suncha qattiq quvonganlaridan. Al tozaqning yeli suncha qayg'u, vayim, qo'rqudan егер o'lim bo'latin bo'lganda qayg'u vayimdan shu yerda o'lетін edi deydi tozaqning yelleri.